900 dollargacha jarima to'lashni istamasangiz, noqonuniy ishlamang. Agar siz Gruziyada ishlamoqchi bo'lsangiz, D kategoriyali viza olishingiz kerak. Bundan tashqari, ish beruvchidan yozma mehnat shartnomasini talab qiling. Shartnomada lavozim, ish haqi, ish vaqti, yashash joyi, tibbiy sug'urta shartlari bo'lishi shart. Sizga amaldagi xorijiy pasport, ish shartnomasi, tibbiy sug'urta polisi. Busiz ish topa olmaysiz. Sudlanmaganlik haqida ma'lumotnoma kabi hujjatlar kerak bo'ladi. Ruxsatnoma odatda 1 yilga beriladi. Uni keyinchalik uzaytirish mumkin. Siz 30 kun ichida Gruziya Ichki ishlar vazirligi migratsiya xizmatlariga murojaat qilib, ishlash uchun vaqtinchalik yashash ruxsatnomasini olishingiz kerak. Yetarli moliyaviy mablag'ingiz bo'lmasa, qayerda yashash haqida aniq manzil ko'rsatmasangiz, orqaga qaytish aviachiptangiz bo'lmasa yoki oldingi safarlarda 90 kunlik vizasiz muddatni buzgan bo'lsangiz, davlatga kiritilmasligingiz mumkin. Gruziyada ruxsatsiz ishlash 400 dollardan 900 dollargacha jarima, deportatsiya, 1 yildan 3 yilgacha Gruziyaga kirish taqiqi kabi oqibatlarga olib keladi. Favqulodda vaziyatlarda O'zbekistonning Tbilisidagi elchixonasi yoki Gruziya migratsiya xizmatiga murojaat qiling. Yagona favqulodda raqam, ya'ni 112 har doim yodingizda bo'lsin. Qonuniy ishlash halovatli va jazolarsiz bo'ladi. Shuni unutmang.